Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumaniga kelganmiz. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Nazokat Oltindaloz fermer xo'jaligi rahbari bo'laman. 2025-yil 16-may kuni Kilas zavoddan kombaynni olib keldik. Servis mutaxassislari kombaynni bizga sozlab berishdi. Bir kunda 25-30 gektar g'alla maydonini o'rayapmiz. Gektariga yoqilg'i 15 litrdan rasxod bo'lyapti. Patera yo'q. Mexanizator uchun ancha qulay kombayn. Biz fermerlarga shunaqa sharoitlarni yaratib berayotganlari uchun muhtaram prezidentimizga rahmat deymiz. Avtosanoat agrolizingga ham rahmat deymiz. Kombayn zo'r, qulay, fermerlarga ham ma'qul, mexanizatorga ham haydash qulayligi tomonlari ko'p. Kameralari bor, mana ko'rsatib turadi to'lganini, orqalarini, monitori. Qayerda nima bo'lyapti, hamma narsani ko'rsatib turadi. Rasxodi 15-16 litr yoqyapti. Paterasi yo'q. Bir kunda 25-30 gektar o'rayapmiz. Charchatmaydi. Kondisionerlari yaxshi ishlayapti, yaxshidagina. Zo'r.